Simsiz aloqa tizimlarida axborot resurslarini himoyalash. Axborot texnologiyalarining tez sur'atlar bilan rivojlanishi natijasida inson hayotining deyarli barcha jabhalarida raqamli tizimlar keng qo'llanilmoqda. Simsiz aloqa tizimlarining asosiy afzalligi kabel va fizik bog'lanishlarga ehtiyoj yo'qligidir. Bu esa foydalanuvchilarga harakatchanlik, moslashuvchanlik va qulaylikni ta'minlaydi. Masalan, Wi-Fi texnologiyasi uylar, ofislar, ta'lim muassasalari va jamoat joylarida keng qo'llanilib, bir nechta qurilmalarni bir vaqtning o'zida internetga ulash imkonini beradi. Bluetooth esa qisqa masofalarda qurilmalar o'rtasida tez va oson ma'lumot almashishni ta'minlaydi. Mobil tarmoqlar esa hududiy cheklovlarsiz keng qamrovli aloqa xizmatlarini taqdim etadi. Shu bilan birga simsiz aloqa tizimlarining ochiq muhitda ishlashi ularni turli xil kiberxavfsizlik tahdidlariga nisbatan zaif qiladi. Radio to'lqinlar orqali uzatiladigan ma'lumotlar maxsus texnik vositalar yordamida ulanishi, kuzatilishi yoki o'zgartirilishi mumkin. Natijada sniffing, meeting, ya'ni man in the middle, phishing va boshqa hujum turlari orqali foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlari, parollari va muhim axborotlari xavf ostida qoladi. Shuning uchun simsiz tarmoqlarda axborot xavfsizligini ta'minlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Axborot xavfsizligi bu ma'lumotlarning maxfiyligi, butunligi va mavjudligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar majmuidir. Zamonaviy kiberxavfsizlik esa aynan shu tadbirlar asosida turli mexanizmlarni ishlab chiqadi va simsiz aloqa ma'lumotlarni kabellar yoki boshqa tizim kuzatish vositalarisiz, radio to'lqinlar, infraqizil nurlar yoki boshqa elektromagnetik signallar orqali uzatish texnologiyasidir. Ushbu texnologiya zamonaviy axborot almashinuvida muhim o'rin egallaydi va foydalanuvchilarga yuqori darajadagi qulaylik va harakatchanlikni ta'minlaydi. Simsiz aloqa tizimlarida ma'lumotlar transmitter signalga aylantirilib havoga uzatiladi. Kanal o'chirtirmay ushbu signalni qayta ishlaydi va asl ma'lumotga aylantiradi. Bu jarayon radio to'lqinlar orqali amalga oshirilganligi uchun foydalanuvchilar ma'lum hudud ichida erkin harakatlanib, tarmoqqa ulanib turishlari mumkin bo'ladi. Simsiz aloqa texnologiyalarining asosiy afzalliklaridan biri bu infratuzilmaning moslashuvchanligidir. Masalan, Wi-Fi tarmoqlarida foydalanuvchilar o'rnatilgan kabel foydalanmasdan turib, internetdan foydalanishlari mumkin. Bu ofis, ta'lim muassasalari va uy sharoitida keng qo'llaniladi. Bluetooth texnologiyasi esa qisqa masofada qurilmalar o'rtasida tez ma'lumot almashish imkonini beradi. Shuningdek, simsiz aloqa vositalari, mobil qurilmalar, smartfon, planshet, notebook va IoT qurilmalari, ya'ni texnologiya servisida ularda ham keng qo'llaniladi. IoT qurilmalar orqali aqlli uy tizimlari, xavfsizlik kameralari, sensorlar va boshqa avtomatlashtirilgan tizimlar boshqariladi. Biroq simsiz aloqa ochiq muhitda ishlatilgani sababli xususiy tarmoqlarga nisbatan ko'proq xavfsizlik qoidalariga radio to'lqinlar orqali uzatiladigan ma'lumotlar tashqi shaxslar tomonidan ushlanishi yoki kuzatilishi mumkin. Shu sababli simsiz tarmoqlarda kriptografik himoya, autentifikatsiya va turli xil xavfsizlik protokollaridan foydalanish zarur hisoblanadi. Umuman olganda, simsiz aloqa texnologiyasi zamonaviy jamiyatda tezkor, qulay va mobil axborot almashinuvini ta'minlaydigan muhim vosita bo'lib, uning xavfsizligini ta'minlash esa dolzarb vazifalardan biridir. Simsiz aloqa texnologiyalari bir nechta turlarga bo'linadi va har bir tur o'zining ishlash prinsipi, qo'llanish sohasi hamda uzatish masofasi bilan farqlanadi. Eng keng tarqalgan simsiz aloqa turlariga Wi-Fi, Bluetooth, mobil tarmoqlar hamda Zigbee va IoT texnologiyalari kiradi.